Germaniya, Angliya va Amerika qatorliq 39 davlatning vakillari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqini bostirishini va Hong Kongdagi siyosatlarini tanqid qildi. Germaniyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Kristof Hoskin seshanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetida 39 davlatdan tashkil topgan guruhiga vakolatan bergan bayonotida mundaq dedi: Keng ko'lamda nazorat qilish Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarni davomli nishon qilmoqda. Mecburiy emgak va qisirlashtirishni o'z ichiga olgan mecburiy xarakterlik tug'uchaklash to'g'risida texnik ko'p dokladlar o'tirg'i chiqmoqda. Bayonotda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetining Sharqiy Turkistonni ziyorat qilishiga ruxsat qilish talab qilindi. Birlashma bayonotga imzo qo'ygan 39 davlat Albaniya, Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Bosniya va Hersegovina, Bulgariya, Kanada, Kroatiya, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Haiti, Honduras, Islandiya, Irlandiya, İtaliya, Yaponiya, Latviya, Liechtenstein, Litva, Lüksemburg, Marshall Taqim orollari, Monaco, Nauru, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Shimoliy Makedoniya, Norvegiya, Palau, Polsha, Slovakiya, Sloveniya, Ispaniya, Shveysariya, Angliya, Amerika va Germaniyadan iborat. Qozog'iston Uyg'ur maktablari muzeylarni qurib, avlodlarga milliy ruhini targ'ib qilmoqda. Qozog'istondagi Uyg'ur maktablarining yosh avlodlarga bilim berib qolmay, ularni milliy ruhda tarbiyalash ishlariga alohida ko'ngil bo'lib kelayotganligi ma'lum. Egilishimizcha, Qozog'istonning asosiy qonunida mamlakatda yashayotgan barliq xalqlarning, shu jumladan Uyg'urlarning o'z bolalarini milliy ruhda tarbiyalashga mumkinchiliklar berilgan. Әні шундaq maqsadda yaqinda Olmaota shahrining Uyg'urlar zich o'tiraqlashgan do'stlik mahallasidagi Abdullah Rozi Baqiyev nomidagi 153 maktab gimnaziyada maktab tarixiga bag'ishlangan muzeyning ichilish marosimi bo'lib o'tdi. Xitoy virusi vaziyati munosabati bilan bexatarlik choralarini saqlash maqsadida mazkur marosimga 30 atrofida odam, shu jumladan ziyolilar, mahalla turg'unlari va maktab kollektivi qatnashdi. Bu yil 1 oktyabrda dunyoning har qaysi joylarida Xitoy ishg'oliga qarshi o'zgacha namoyish o'tkazildi. 1 oktyabr kuni Xitoy ishg'olining 71-yilligi munosabati bilan Istanbulda zo'r ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Namoyishga Istanbuldagi Uyg'urlardan ayol bo'lib, necha yuzlagan kishi qatnashdi. Namoyishchilar qo'llarida oy yulduzliq ko'k bayroqlarni ko'targan holda Beyazit maydoniga jam bo'ldi. Ba'zi namoyishchilar qo'llarida Xitoy lagerlariga qamalgan urug' tuqqanlarning suratlarini ko'targan bo'lib, suratlarning ostiga "Onam qayerda, dadam qayerda" degandek savollar yozilgan edi. Namoyishda so'z qilguvchilardan biri Sharqiy Turkiston yangi nasl harakatining raisi Abdusalom Taklamakan apandi Sharqiy Turkiston davosida yoshlarning rolini ta'kidladi. O so'zida yoshlarga xitob qilib, bu ko'rishimiz toki oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni Sharqiy Turkiston osmonida lapildatganga qadar to'xtab qolmaydi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 6 oktyabr kuni Xitoyning Hindi Tinch okean rayonidagi chekidan oshgan qilmishlar tufaylidan Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyadan tashkil topgan 4 davlat hamkorlik muhokamasining navbatda har qanday vaqtdagidan muhim bo'lib qolayotganligini ta'kidladi. U bu so'zlarni Tokioda bu davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan uchrashganda aytgan. Birlashma agentligining 6 oktyabrdagi xabarda aytilishicha, Mike Pompeo Xitoy hukumatini demokratiya va erkinlikka tahdid solish bilan ayblagan. U bu vaqtdagi nutqida xalqimizni va do'stlarimizni Xitoy kompartiyasining tahdidlaridan saqlab qolamiz deydiganmiz. Biz jazman har qanday vaqtdagidan bekarak zich hamkorlashishimiz kerak degan. Pompeo yana faqat 4 davlatlar emas, balki Sharqiy Janubiy Osiyodagi barliq davlatlarning Xitoy tahdidiga birlikda taqobil turishi kerakligini ta'kidlagan. U Tayvanni ishorat qilib, buning faqat Amerika bilan Xitoy orasidagi emas, balki erkinlik bilan zolimlik o'tirsidagi kurash ekanligini aytgan.
Sobiq Markaziy axborot idorasining boshlig'i Jon Berinaning Amerika davlat axborot idorasi tarafidan parlamentga sunilgan xotirasida 2016-yildagi prezident saylamida demokratchilarning kandidati Hillary Clintonning elektronlik xatsachiligidan diqqatni burash uchun Donald Trampni Rossiya bilan bog'lash plani haqida so'z qilganligi o'tirg'a chiqqan. Davlatlik axborot direktori Jon Ratcliffe, Amerika Markaziy axborot idorasining sobiq direktori Berinaning qo'lda yozgan xotirasini davlat majlisiga sungan. Amerika Fox televiziya kanali texi ommaga oshkorlanmagan xotirlarga erishgan bo'lib, Berinaning sobiq prezident Barack Obamaga Clintonning Trumpni Rossiya bilan bog'lash plani to'g'risida ma'lumot berganligini bayqagan.